Hürmetli vatandaş, bugünkü tehlilimizle başlayımız. Bugün tehlil kılımız bazı vaka hadislarını. Dikşimizle başlayımız. Bugünkü ıslah 2024 yıl 8. ayının 10. günü yaptık şembe vatandaş. Tüm günlerden biz ilaki sözlep geldik. Mesela Cungun'un vaziyeti alakadar evvelge başaylı. Cungun'un vaziyeti degende hazırkı künde yanılı Cungun'un reisi Xi Jinping, partiyanın sekreteri Xi Jinping doğrusu deki haberle xil haberlerini sizlerge yetkizip geldik. Yani bugün yetip gelgen haberler bu haberler asasında siz bilen bile muhakeme kılmaz vatandaş. Bugün ettiğinden başlayıp yetip gelgen haberler mundak Xi Jinping ölüptü. BDH yığını del vaxtıda siyasi büronun daimi komitet azalarının isimligini oturup koydu. Xi Jinping uzun kesel yok oldu, yani gayip oldu. Şeyçi, bronka sekreteriyatının sekreteri, Azerbaycan Xi Jinping'in merkezdeki yaki partiye merkezi komiteti şanısının müdiri Şeyçi ve Li Chang hazır nöbeti Cungo Devlet Mahkemesi'nin veziri. Li Chang hem oğlandı. Xi Jinping'le birlikte yok aldı degen mende oğlandı. Su Şavkı obzorları 8. ayının 10. günü YouTube. Yani şu Su Şavkı'nın haberiminde 4 türlük haber ispatlap verdi. Xi Jinping 10 gün burun nefesini toxtadı. 8. ayının 10. günü Merkezi Televizya stansiyası haberinde partiya Merkezi Komiteti Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Devlet Mahkemesi degen isimlerini eğizgimi elip koymadı. Çünkü Merkezi Televizya stansiyası her günlük haberlerde kembosu olmaydığı isimler bu. Merkezi Komitet, Cungo Kompartiyası, ondan Cungo'nun Devlet Mahkemesi, əməldarlarının ismini sanab durduğun, gündəlik xizmət işlərini sözləb durduğun gep qoyub. Qaydı bu içə vətəndaş. Lakin 8. ayının 10. günü nə Mərkəzi Komitetinin ismi, nə Devlet Məhkəməsinin ismi xəbərdə Mərkəzi Televizya stansiyasının xəbərdə eğizgi elinmədiydi. İkinci Qızıl Əvlad, yani Marşalının çataq çıxdı oğul, Marşalının oğlu çataq çıxdı dep davuludu. Xi Jinping'in ölgenligini təbrikləş üçün təyyarlıq qılıvatıdı. Su Şavkı obzorları 8. ayının 10. günü YouTube. Yani bir haber, Beijing'in Sabık Harbiye Rayı'nın komandanı Yang Yong'un oğlu, baştaki oğlu bile bu oğul okşaş oğulcu mu? Yang Yong'un oğlu Yang Xiaoping Vincaşı tırnakçıda neme gep geldiğini bilmedim. O çok şur tarqıtıp onun, yani Xi Jinping'in allaqaçan taxtın düşkənligidən bişaret verdi. Belki Cungo yakında zor özgürüşünü kütüp alıdı dedi. Lau Lonus. Bu Lau Lonus degen bu isim Cungoluk'un ismine okşamaydı. Çet ellikinin ismi de kıladı vatandaş. 8. ayının 10. günü YouTube. Endilikte biz Rusya ile Ukrayna'nın vaziyeti gibi karaylı. Ukrayna armiyası Moskova'ya 6 saatlik aralıkla yetip geldi. Ukrayna armiyası Suca şehrini egelledi. Yadro elektrik stansiyası yıkılıp geldi. Amerika Ukrayna'nın harbiy kural yarak işletiş çeklemesini boşalttı. Yani Kursk etrafındaki Cang meydanına karşı Amerika Birleşmiş Ştatları
Ukraynaga setib bergan harbiy qurol-yarog'larni ishlatishga ruxsat qildi deydi. Zelenskiy. Ukrayna prezidenti Zelenskiy Moskva o't ichida qoldi deb ko'rsatdi. Demek Ukrayna prezidenti Zelenskiyning bu so'zi vaziyat yaqinlab keldi yoki biz Moskvaga yaqinlab keldik. Shunlashqa Moskva hozir o't ichida qoldi. Demek hozir Ukraynaning quruqlik armiyasi, mayli havo armiyasi masalan F-16 shunda ishlatildi-ku endi. Hozir Rossiya zaminiga ishkirlab kirdi bu armiya. Yaqin masalları 8. ayının 10. günüdeki xabar. Yani bir xabar vatandaş devlet kurgucu Marshall'ın oğlu. Başta 2 qitim tilga ilindi, endi yana bir qitim tilga ilinibdi. Devlet kurgucu Marshall'ın oğlu nayt zor iştem bisharet berdi. 8. ayda Cungo'da zor vaqa yüz berdi. Bu vakan bugün 10. ketdi deydi. 8. ayının 10 günü ketdi. Aldığımız 20 gün kaldı. Tünü güllətü su şavğı ve başka obzorçular 8. ayının 19. günü dedi. 8. ayının 15. günü dedi. Bugün de Marshall'ın oğlu Marshall Yang Yong. Bu Yang Yong degen kişi aynı vakti Medeniyet İnkılabı'nın destek ve çağırıldı. Ahırlaşkan çağlarda Şinjan Uygur Abdunum Rayni yani müstemlik Uyguristan'a sekreter gobernatör kılıp evetken General Marshall'ın Yang Yong degen. Başkaları seliştiğinde onun vaktiki hizmeti müetedil işleyen idi Yang Yong degen. Hazır şu generalın oğlu Yang Xiaoping depti. 8. ayda Cungo'da zor vaka yüz berdi. 20 gün kaldı değil vatandaş. Xi Jinping kesel halatda tizginlendi. Xi Jinping ağrıp kaldı, kesel halatda tizginlendi. Evet, 20 bin kişilik Ukrayna qo'shini Rossiyaga hücum qilib kirdi. Navbatda yoki bugunlatin degandek vaziyat Rossiyani zilzilaga soldi. Moskvada harbiy aeroport bombalandi. Chimpokon dunyoga nazar 8. ayının 10. günü yutdi. Demek Ukrayna armiyasi hozir Moskvaga yaqinlab keldi. 6 saat aralaq qoldi deydi. Qanchalik harbiy kuch kelligida gap yo'q. Hozir bu yerda 20 bin kishilik debdi. Ukraynaning 20 bin kishilik askeri qo'shini Rossiya tavasiga hujum qilib kiraligan bo'lsa u chaqda Rossiyaning kuchi tugabdi desangiz bo'ladi vatandosh. Hisobda 2 yillik urush. Ukrayna qartilgan urush meydanında qazo qilish Rossiya uchayotganda Ukraynaga ham shunday urush maydoni bu hamda. Hozir mushu kuch bilan Ukrayna armiyasi Moskvaga yaqinlab keldi arliq 6 soatda. Bu xabarlar Ukrayna urushi Moskvaning o'tirishga urush endi hozir shu darajaga kelibdi. Biz misal qalayli hamda biz nazar tashlayli vatandosh. Xi Jinping kesel dedi. Xilma-xil tasviri cümlelerde bunun hareketini ifadalab keldi hozirgacha obzorchilar. Endi bugün su şavğı üzülgüsül aytiblar Xi Jinping vafot bo'ldi debdi. Qaysi şekilde keselgi sebeplikmi yoki keselning sirtidimi? Bu to'g'rida aniq uçurluq yoki ma'lumot yo'q vatandosh. Siz shunda faraz qiling, endi hozir bir hokimiyat beshi turgan odam bir siyosatni belgilaydi dema. Belgilagan siyosatni ijro qiladi. O belgilagan siyosat shu jamiyat, shu davlatning realligiga, ya'ni fuqarolarning, grajdanlarning realligiga, turmushiga munosabatlik bo'lsa, ya'ni munosabatlik deganda shuni grajdanlar va xalq qabul qila oladigan va o'zining harakatida amaliylashtirib bu siyosatni merkez icra qilsa, tüvende fuqarolar o'zining amaliyatiga aylantirishga zarur bo'ladi. Shu davlat degan shundoq bo'ladi vatandosh. Biroq Xi Jinping 2013 yil hokimiyat beshiga kelgandan boshlab uning qilgan ishi nima desa 2 ish. Birinchisi Uyg'uristonda Uyg'urlarni bostirish. Ikkinchisi G'arb lageri bilan elishish.
Yani Amerika Qo'shma Shtatlari bilan put tepshish, uzangi so'qishtirish, dunyo xo'ja bo'lishni o'ylash va yo'lda harakat qilish va shu yo'lda diplomatik siyosat yurgizish, masalan, ajdahor masalalik bayonotchilarni o'ttirg'i chiqarish. Demak, keyingi 12 yil, 13 yil degidek Rais Xi Jinpingning yurgizgan siyosiy ishki ish bir g'arb dunyosiga qarshi turish, ikkinchisi shuning munosabatli holda Uyg'urlarni bostirish. Ondan boshqa nima siyosat bor? Iqtisodiy siyosat mag'lub bo'ldi. Tashqi iqtisodiy siyosat mag'lub bo'ldi. İşlep chiqarish siyosati asosiy jihatdan mag'lub bo'ldi. Nishonsiz. Masalan, ishlab chiqarish deganda eng asosligi ko'p fan texnika sohasida Androidga yoki Shimpian degan narsa qaratdi. Tunigin dedi, So'shavxonni gepchisa yasay olmaysan buni dedi. Mag'lub bo'ldi. Endi hozir xalqaro besim bilan ishki besim qistab kelganda hukumat beshida turgan odam, siyosiy hokimiyat beshida turgan odam o'zining yo'lga qo'ygan siyosatini o'zgartmaydi. Xotirjam bo'ling vatandosh. Herkes mening siyosatim xato bo'ldi demaydi. Xotirjam bo'ling vatandosh. Demak, u xatoni bo'ylab ketaverdi, mengaverdi. Jamiyat bo'lsa, uning xato siyosatini qabul qila olmaydi. Shundoq vaqtga vaqtida bu boshliqni almashtirish yoki siyosiy o'zgarish shaklida almashtirish va yoki boshqa bir shaklda kasal bo'lib qoldi degan shaklda almashtirish va boshqa shaklda bu hokimiyatni o'zgartirish yoki davlat boshlig'ini elib tashlash bu fuqarolarning, grajdanlarning huquqi va kuchi doirasidagi ish bo'lib qoladi vatandosh. Navbatda qaraydigan bo'lsak, hozir kasal deyli va yoki qaytdi deyli, ketdi bu dunyodan deyli. Bu 8. ayının 10. gün. Bunu 10 yıl burun dedi So'shavxonni anladım. O 10 yıl emas. Bunu 10 gün burun. 10 gün burun bo'lgan 8. ayının 1-2 günleri o alemde ötken buludu. Biz şu vaqt sizlarga leksiya sözlük bugün Azatlık Armiyanın bayram günüydü bu adam qani. Ya bir ağız gap qilmaydi yoki Azatlık Armiya gazetinin Rais Xi Jinpingning siyosatini izdillash to'g'risida bir parcha maqolasi yo'q. Jungoga nima bo'ldi dedi. Gap ne? Ana naq maydoniga elib kelayli. Demak, hokimiyat, siyosat belgilangan siyosatni jamiyat qabul qilmaganda bu davlatning boshlig'ini elib etishga to'g'ri keladi. Elib etib ikkinchi bir odam hokimiyat boshlig'iga yetib kelganda siyosatni yurishtirishga, ya'ni qaytadan tuzitishga va qaytadan siyosat belgilashga va davlatning siyosiy o'z yo'lini tepib olishga to'g'ri keladi. Demak, dal shundoq chog'da Rais Xi Jinping g'oyib bo'ldi. Hozir Marshal Yang Yongning o'g'li Yang Xiaoping u harbiy odam debdiki, Rais Xi Jinping taxtdan tushdi dedi. So'shavxo dediki, Rais Xi Jinping vafot bo'ldi bunda 10 kun burun dedi. Mushlarning qaysi rost, qaysi yolg'on bo'lishidan qat'iy nazar hisobda hozir Rais Xi Jinping 3. umumiy yig'in boshlangan, ochilgan 7. ayning 15. kuni din boshlab g'oyib bo'ldi desangiz, 7. ayning 29. kuni bir qatim o'ttirg'i chiqib tuyuqsizlar, lekin kishilar ishonmadi bu kishiga. Bu boshqa odam, Xi Jinping deb yasab chiqqan odam dedi. Italiyaning prezidenti Melonini qabul qildi. Sharqi Timurning podshosini qabul qildi, ko'rishdi. Shuningdek yana g'oyib bo'ldi. 7. ayning 29. kunida hisoblasangiz, bugun 8. ayga 10, 11, 13 kun, ya'ni yo'q degan gap. Ya'ni yo'q degan gap bor deb aytayotgan bir odam yo'q, kasal saqoy deydigan bir odam yo'q. Navbat hozir bedayxedi yig'in achilyotdi. Ehtimol bedayxe 8. ayning 15. kuni yig'inni oxirlashtirdi. Shu vaqtda nima qaror e'lon qildi? Yuqorida aytibdi. 8. ay ichida jungoda zo'r o'zgarish yuz berdi debdi vatandosh. Zo'r o'zgarish zada qaysi tipli, qaysi xarakterlik, qaysi masala va qaysi sabab bilan zo'r o'zgarish o'tirg'i chiqdi. Ehtimol Rais Xi Jinpingga munosabati, chunki hozir Xi Jinping g'oyib yo'q.
Qaysi şekilde bolsun bugünküçe oturğu çıkıp yok oldu. Ötөгün oturğu çıkıdığan bolsa endi bu qandaq taktika yoki qandaq strategilik maqsad yo'qolib ketdi. 10-20 kun yo'qolib ketdi. Nima ish qildi? Yana tuyuqsiz nima oturğu chiqdi? Yana bu savol jamoatning oldiga tashlandi vatanda. Hozirgi vaziyat Jungoning vaziyati, mana va Jungoning davlat rahbari g'oyib degan gap. Hozir BDX'da yig'in echilib o'tdi dedi. Tuni kunlardan qanjing o'tirg'i chiqadi dedi. Yana birisi o'tirg'i chiqadi dedi. Ondan Wangchishan deganda o'tirg'i chiqadi dedi. Xilma-xil gaplar hozir kelyapti, lekin gapning naq yeri shukanki, Rais Xi Jinping g'oyib. Lekin buning hozir chet ellarda hukumat darajalik yoki oliy organ darajalik kishilar Rais Xi Jinpingning zodi nima ish qilib g'oyib bo'lganligi to'g'risida hech qanday nopuzliq xabar yo'q. Yana buni Junguluqlar o'zi ta'qiqlayotdi. Junguluq obzorchilar ta'qiqlayotdi. Bu yerdagi eng misol yoki paketlik misol shuki, Jungoda matbuotlarning harakati qalayma-qallashib ketdi. Merkezi televiziya stansiyasining anglatish programmasining tartibi buzilib ketdi, qalayma-qallashib ketdi. Mushulardan qarasangiz, ishonch bilan ayta olasizki, Rais Xi Jinping yanala g'oyib. Endi biz yuqorida aytgandek 20 kun qolgan 8-oyning 20 kuni ichida sada qanday o'zgarish yuz berdi? Biz bu o'zgarishni kutib turaylik vatandosh.